Salom tinglovchim. Bugun sizlarga AQSh politsiyasining vaqtida va tezkor harakatlari tufayli oxirgi daqiqalarda qutqarilgan jabrlanuvchilar haqida voqealar to'plamini ko'rsataman. Albatta kanalga obuna bo'lib, meni kuzatishda davom eting. 2023-yil 16-oktyabr kuni politsiya Ogayoning Chardon shaharchasining Kenmore hududidan qo'ng'iroq bo'lgan uyga tashrif buyurishdi. Ayol garajini 33 yoshli William Mozingoga ijaraga berganini va u yerdan ayol qichqiriqlarini eshitgani sabab ularni chaqirganini aytdi. Politsiya darhol garaj oldiga kelib, eshikni ochishni buyurishdi. Biroq u sukunat saqlar va politsiya uyda hech kim yo'q deb o'ylab ketishini kutdi. Politsiya esa agar eshikni ochib hoziroq taslim bo'lmasa, unga isquvar itlarni chiqarishni aytib tahdid qilishdi. No. Come on out! William, come on now! Akron Police! There's a lot of shit in the way. Come out! Come on! Come on now! Nothing in your hands! Nothing in your hands! Now! Now! You're bit, buddy! Okay. Coming out or not? Can you see him? Get out here now! Come out now! Come out now! Bro, you're gonna get fucked up in a second. You better come right the fuck out now. Now! He's up in the attic. Come on! Keep going. No, I don't see him. Keep everything out of your hands. He's in the attic. He's in the attic. He's Keep coming out. everything out of your hands. Keep your hands up, man. Keep your hands up. We'll go hands down. Put it down! Drop it. Drop. No, not your whole body. Get up. Turn around and walk backwards. Walk towards us. Walk towards us. Keep your hands up. Put your hands up. Hey, we'll cuff. Oqibatda Mozingo politsiyaga eshikni ochib, qo'llarini orqaga qilib chiqdi. Politsiya uni darhol hibsga olib, ichkariga yo'l olishdi. Come on out here. Behave like you're pregnant. Man, come out. Can I get shoes? Chordoqdan ayol ovozi eshitildi. Ular unga zinapoya qo'yishib, tushishga yordam berishdi. U juda ham achinarli holatda edi. Man can fucking walk himself. There's no one else up there? Where do you live at, dear? Thompson? How far away is that? Like 30 minutes, like close to Chardon. Why don't you have a seat right? Keyinchalik ayoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Mozingo uni 4 kun davomida xohishiga qarshi ushlab o'tirgan. Birinchi zo'rlab, so'ngra beysbol bittasi bilan do'pposlagan. Bu ham yetmagandek, uning ustiga benzin quyib yoqib yuboraman deb tahdid qilgan. Jabrlanuvchini zudlik bilan shifoxonaga yetkazishdi. Unga miyaga qon quyilishi, yuz qismidagi ayrim suyaklarning sinishi tashxisi qo'yildi. William Mozingoni esa hibsga olishib, unga odam o'g'irlashda, jabrlanuvchiga jismoniy jabr yetkazish kabi ayblovlar qo'yilib, qamoqqa yuborildi. Politsiyaning tezkor harakatlari tufayli hodisa fojiaga aylanmadi. Ikkinchi voqeamiz bundan-da dahshatliroq. 2021-yil 2-iyul kuni Valley Station hududidan qo'shni erkak 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilib, qizil mashinadagi erkak bir necha daqiqalar oldin ko'chada o'ynab o'tirgan qo'shnining qizchasini o'g'irlab ketganini xabar berdi. U mashina raqamlarini va rusumini eslab qolganligi uchun Louisville politsiyasi tezkor tarzda qizil rangdagi Dodge Challenger orqasidan quvishni boshladi. Politsiya bo'limidagi barcha xizmat mashinalari gumonlanuvchi mashinasini o'rab olishdi. Politsiya xodimlari gumonlanuvchining quroli bor yo'qligini bilmasalar-da, mashina to'xtashi bilan unga mashinadan zudlik bilan tushishini, sekin ular tomon qo'llarini ko'targan holda kelishini va tizzaga cho'kishini buyurishdi. Politsiya gumonlanuvchiga kishan taqqan zahoti boshqa politsiyachi mashina tomon borib orqa o'rindiqda yig'lab o'tirgan qizchani mashinadan chiqarib oldi. Qizaloq onamga ketaman deb yig'lardi. Qizaloq bu odamni tanimasligini, bu odam unga kichkina mushukchani ko'rsatish bahonasida uni mashinasiga mindirib olib ketganini aytdi.
Politsiya qizaloq o'tirgan o'rindiqda oq mato yoyilganini ko'rib, bu odam qizaloqni o'g'irlashni reja qilganini va keyinchalik uning mashinasidan DNK izlarini topisha olmasliklari uchungina bu matoni yoyib qo'yganini anglashdi. Bir necha daqiqalardan so'ng qizchaning buvasi kelib uni olib ketdi. Gumonlanuvchi Robbi Uilt esa hibsga olindi. Unga voyaga yetmagan bolani o'g'irlashda kabi ayblovlar qo'yilib, 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Robbi Uiltda shartli ravishda ozodlikka chiqish imkoniyati bo'lmaydi va ozodlikka chiqqan kunidan boshlab u yosh bolalarga moyili bor jinoyatchi sifatida ro'yxatdan o'tishga to'g'ri keladi. Politsiya va hushyor qo'shnining tezkor harakatlari fojiani oldini olib, qizaloqni uyga sog'-omon qaytib kelishiga sabab bo'ldi. Oxirgi paytlar Amerika davlatida bola o'g'rilari juda ham ko'paygan. 2022-yil 4-aprel kuni Atlantaning 911 yordam liniyasiga ayol kishi qo'ng'iroq qilib, savdo majmuasi parkovkasidan uning mashinasini o'g'irlab ketgan noma'lum shaxs haqida xabar berdi. Bu voqeada eng achinarlisi esa mashina orqa o'rindiqlarida ayolning 9 yashar farzandi bor edi. Atlanta politsiyasi zudlik bilan savdo majmuasiga yetib kelishdi. Ayolning telefoniga o'g'lining telefon geolokatsiyasi bor edi. Politsiya darhol shu asosda mashinani izlashni boshladi. Chamasi 1 soatlar o'tib, politsiya mashinani topishga muvaffaq bo'ldi va uni manyovr yordamida to'xtatishdi. Politsiya ofitserlari zudlik bilan gumonlanuvchiga mashinadan tushishni buyurishdi. Uni kishanlashganda gumondor yig'lab o'zini oqlashga tushdi, biroq bu aktyorlik o'yini unga yordam bermadi. Gumonlanuvchi Darius White odam o'g'irlashda, unga tan jarohatlari yetkazishda va mashina olib qochishda ayblanib, shu zahotiyoq hibsga olindi. Politsiya ofitseri mashina ichidagi bolani qutqarganida u shok holatda bo'lib, tinmay yig'lardi. Men sizlarga barcha kerakli ma'lumotlarni beraman, faqat meni onamning oldiga olib boring deb yig'lardi bechora bola. Agar politsiya xodimlari vaqtida harakat qilishmaganda, voqea real fojiaga aylanishi turgan gap edi.